Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin wal aqibati lil muttaqin. As-salatu was-salamu ala rasulihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in. Sizu bizlarni yo'q yerdan, xor haqir narsadan yaratib, ilm bilan aziz qilgan, yaratgan Alloh taoloni o'ziga hamd va sanolar. Hayotda yo'lboshchimiz bo'lgan ota-onamizdan ko'ra mehribonroq zot payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud va salovat shariflar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, bugun yana Allohning xohishi, Allohning inoyati bilan sizlar bilan Navoiyni eslab ko'rsatuvida yana diydorlashib turganimiz uchun Alloh taoloning o'ziga hamd va sanolar. Bugun yana bir Navoiyni eslab ko'rsatuvimizda o'ziga xos ovoz sohibi, ancha yillardan beri xalqimizga, yurtimizga beminnat xizmat qilib kelayotgan yana bir qo'shiqchi Hofiz ukamiz Ma'rifjonni taklif qilganmiz. Alloh bu kishidan rozi bo'lsin. Qadamlaringizga hasanot, xush kelibsiz Ma'rifjon ko'rsatuvimizga. Bugun ko'rsatuvimiz mana har doimgidek, o'tgan sonida bo'lganidek yana chiroyli Navoiy g'azallariga qo'shiqlar va Hazrat Navoiy haqida suhbatlarimiz bilan to'ldiramiz bugungi ko'rsatuvimizni. Endi Navoiy hazratlari haqida juda ko'p rivoyatlar, juda ko'p ma'lumotlarni bizdan oldingi ustozlar ham aytib o'tib ketgan. Baribir ham Navoiy hazratlari haqida qancha gapirsa shuncha oz. Shunga sizni ham ikki og'iz Navoiy hazratlari haqida fikringizni bilsak. Rahmat avvalambor ana shu tadbirga bizni ham ozginagina bo'lsa ham san'atimizni hurmat qilib chaqirganingiz uchun Hoji aka. Navoiy hazratlari to'g'risida gapirsak juda ko'p gap, ertalab kecha gapirsak ham tugamaydi. Navoiy hazratlarini mana bir qancha g'azallari, mana qo'shiqlar bo'ldi. Elimizda, yurtimizda bu qo'shiqlarni, bu g'azallarni juda obro'si baland, yuksak odamlar chiroyli holatda eshitilyapti bularni. Endi bir Navoiy hazratlariga kelsak, endi biz ham o'zimizni bilgancha narsamizni aytib beramiz. Bir kun Husayn Bayqaro vazirlariga qarab, dunyodagi eng shirin narsani, shirin hidni menga topib kelinglar deb vazirlarga buyruq qildi. Buyruq qilsa, vazirlari dunyodagi eng shirin hid qayerda ekan deb shuni istab topolmasdan oxiri Navoiy hazratlarini oldiga boramiz debdi. Navoiy hazratlari biladi buni deb. Navoiy hazratlarining oldiga borib murojaat qilishib, shuna deb Husayn Bayqaro bizga vazifa bajardi. Shuni nima qilsak bo'ladi desa, Navoiy hazratlari yangi tandirdan uzilgan nonni olib, shuni olib boringlar podshohning oldiga dedi. Vazirlar uni olib podshohning oldiga olib borganda, buni qayerdan topdinglar deb vazirlarga savol berganda, vazirlar oxiri buni Navoiy hazratlari topdi deganda, men o'zim bilardim degan ekan. Navoiy hazratlari bilishini, zukkoligini bilardim degan ekan. Albatta endi bunaqa rivoyatlarni aytsak juda ko'p, son-sanoqsiz. Endi iloyim Hazrat Navoiy hazratlarini oxiratlarini obod qilsin. Shu qo'ldan kelgancha Navoiy hazratlarining g'azallaridan minojat qo'shig'ini aytib beramiz. Qo'shiqlarimizga endi muxlislarimiz baribir bizdan qo'shiq kutishadi. Asosiy mavzuimiz qo'shiqdan. Munojat qo'shig'ini avvalgi ko'rsatuvlarda ham bir ozgina ta'riflab o'tgan edik. Munojat qo'shig'i Navoiy hazratlarini tushlariga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kirib, yana kelishligini aytgan, men yana kelaman deganlarida Hazrat Navoiy shu umrini oxirigacha intiqlik bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tushlariga yana kirishligini kutib, umrini oxirigacha intizorlik bilan kutilganda yozilgan g'azalligini bir aytib o'tgan edik. Endi avval bizni davrlarimizda shu munojat qo'shig'ini bilmagan hofiz bizni elimiz ichida bo'lmagan. Hammasi bilgan.
murojaat qo'shig'ini bilmaslik ayb hisoblangan aslida. Marhamat, endi muxlislarimiz kutgandek murojaat qo'shig'iga bersak navbatda. Rahmat.
qo'ydi qadam. Oy yorim, jonim, asiring mana. Yo'lga kiyib avlam qadam, shuqa o'tib kelmadi. Oh, yorim, shirin yorim, bir gulsin qo'lim. Ey Navoiy, bog'da gurlar, hurramiyat ne uchun kelmadiki gal o'yga qayru kelmadi. Rahmat Ma'rifjon. Alloh san'atingizga san'at qo'shilsin, nafaslaringizga ko'z tegmasin. Rahmat. Alloh taolo shunaqa Hazrat Navoiyga o'xshagan, Bobur hazratlariga o'xshagan ulamolarimizni g'azallaridan kuylab yurishlikni hamisha nasib qilaversin. Bu qo'shiqlarni Hazrat Navoiy Boburlardan kuylashlik nasib qilgan ashulachi, nasib qilgan hofizlarga, Alloh sungan hofizlarga nasib qilar ekan. Bugungi kunda mana o'zingiz hozirgi zamonaviy sun'iy intellektlar chiqib ketdi. Sun'iy intellektda bir odamni ovozini ikkinchi odamnikiga o'xshatgan holatda shunday birga bir kopirovka qilishib qo'yishyapti. Bizni ko'rsatuvimiz bunaqa narsalardan xoli. Biz musiqadan foydalansak ham minusovka deyiladi. Qo'shiq bizda jonli kuylanadi. Minusovkasi endi texnikada ijro qilingan bilan asosiy qo'shiq so'zi hofizning o'zi kuylaydi. Bu ko'rsatuvda o'ziga yarasha muxlislari, o'ziga yarasha shinavandalari bor. Jonli qo'shiq eshitaman deganlar bor, Navoiy hazratlarini eshitaman deganlar bor. Shuning uchun Navoiy hazratlarini sog'inganlarga, jonli qo'shiqni sog'inganlarga asosan birinchi ko'rsatuvdan ko'zlangan maqsad Hazrat Navoiyning ruhlarini shod qilib, Navoiyni eslab deb nomlangan. Yana shunaqa bizdan keyingi shogirdlarga, yoshlarga sun'iy intellektlardan foydalanmaslikni, xalqimizni durdona meroslarini, haqiqiy asarlarini, Hazrat Navoiyning asarlarini, o'zbegimizning milliy kuy qo'shiqlarini o'z o'rnida chiroyli qilib ustozlardan o'rganib, o'zlaridan keyingi avlodlarga yetkazishlarini so'rab qolardik. Bugungi kelgan payqadamizga rozi bo'lasiz. Bugungi ko'rsatuvdan olgan taassurotlar bilan yana Navoiy hazratlaridan xalqimizga, o'zimizga nimadir ilm yoki nimadir kerakli narsa olgan bo'lsak, hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Navoiy hazratlaridan ham Alloh rozi bo'lsin.
Shuning bilan bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi ko'rsatuvimizni yakunlashdan oldin hammanglarga keyingi ko'rsatuvlargacha sihat salomatlikda, tinchlik, omonlikda, Allohning panohida bo'lishinglarni tilab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.